أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hürmetlik savaqtaşlar, o'quvchilar. Bugun tunugünki dersimizning qisqagina mazmunini bir takrorlash, eslitish va bugungi dersimizning davomini tushunish uchun şu dersimizni bir sözleşni to'g'ri topdim. Tunugünki dersimizde Allah subhanahu va taologa ishonish insonning birinchi majburiyati bo'ladiganligi, Allah subhanahu va taologa ishonish insonning ustidagi eng avvalgi talab va birinchi farz bo'ladiganligi hakkında to'xtalib kelganmiz. Çünkü insan azroq bir o'ylansa, tafakkur qilsa, insan o'zining dunyo va oxiratlik barcha ishlariga asqitadigan, har bir ishlarininki avvalining ilm ekanligini, bu ilmni elish uchun Allah subhanahu wa ta'ala insonga şu ilmning asboblari, ilmning uskunalarini berganligini, inson bu asbobsiz, bu uskunasiz ilm elishqa muyassar bo'lolmaydiganligini biz tushuntirib o'tgan edik. Mana bunun haqqida vallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun degan oyatni biz dalil qilgan edik. Allah subhanahu va taolo bu oyatda insonni dunyoga akelgan chig'ida, insan tunji tug'ilgan chig'ida inson ota-onasininki nimisdan rahmidan dunyoga tushgan chig'ida hech narsani bilmaydigan, hech qanday narsadan xabari yo'q, hech qanday narsani tushunmaydigan holatda bir tirik bo'lgan go'sht ekanligini, ammo inson uchun Alloh taolo quloq, ko'z, yurakdan iborat ilimning asboblarini, ilimning saymallarını, tushunishning saymallarını Allah Teala insonga berganligini bu oyatda xabar qilgan. Mana Allah subhanahu va taolaning ko'z, quloq va yurakdan iborat bu ne'matlarga tashakkur qilishning birinchi talabi, eng oldidagi bu ne'matlarga tashakkur qilishning talabi bo'lsa, şu Allah bergan bu uskunalar, Allah Taala bergan bu saymallar bilan inson o'zining Rabbini tunish, Rabbini tushunish, Rabbini bilish kerakligini, bu ne'matning talab taqozosi şu Rabbini tunish va bilish kerakligini biz xabar qilgan. Çünkü insan yaratquchisini tanimay turib, dunyoga akaguchisini tanimay turib, dunyoga nima uchun kelib qolganligini, nima uchun yashaydiganligini, butun atrofidagi koinotning o inson bilan bo'lgan bog'lanishi, o inson bilan bo'lgan munosabati, o inson bilan bo'lgan aloqasining nima uchun va kim tarafidan qilinganligini tushunmay turib, inson dunyoda baxt saodatga yiqiladigan va baxt saodatlik qiladigan bir yo'lni topolmaydiganligini va bu yo'lga erisholmaydiganligini biz darsimizda deb o'tganmiz. Shuning uchun inson oldi bilan baxtlik bo'lish, dunyoda xotirjam bo'lish, aziz bo'lish ve dünyada hür buluştuğunu ibaret
bu yo'lning birinchi ochqichi Alloh subhanahu va taoloni tunish va Alloh subhanahu va taoloni bilish ekanligini biz bayon qilganimiz. Mana bugun Allohni tunishning undaqda Allohni tunishning yo'li nima? İnsan Allah'ını qandoq tunuydu, nima bilan tunuydu deganda darsimizning beshi el-ilmu tariqul iman. İlim imanning yo'li o. Ve iza arada al-insanu imanan sahihan fa'alayhi bil-ilm. İnsan to'g'ri bo'lgan bir imanni, to'g'ri bo'lgan bir e'tiqodni, to'g'ri bo'lgan bir tushunchani tapmoqchi bo'lsa, men shuning bir erishay, to'g'ri bo'lgan e'tiqodga, to'g'ri bo'lgan iymonga bir ega bo'lay, shuning bir erishay desa, bu inson ilmni lozim tutishi lozim. İlim elishi lozim. İlim egallashi lozim. İlim bilan shug'ullanishi lozim. İlim uyg'unishi lozim. Alloh taolo afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haq kemen huve a'ma innema yetezekkeru ulul albab. Deb bu sözüde Rabbimiz tarafından sizge nazil kılıngan Kur'an'ın, vahiyinin haklıkını bilgen kişi bilen onundan kör, onu tanımaydıgan, onu kömügen kargı adam beraber bulamdı. Deb Allah subhanahu wa ta'ala mana bu yerda bayon qildi. Demek hakikatni bilish, haqiqatni haqiqiy tunish va haqiqatni ilm yo'li orqali tushunish bu haqiqatdan xabarsiz bo'lgan insonning o'xshamaydiganligini Allah subhanahu wa ta'ala mana bu yerda bayon qildi. Ya'lam dedi, yaqulu deydigan, yafhamu deydigan, yatakallamu deydigan emas, ya'lam biladigan, qalbi bilan biladigan deb Alloh taolo bu iymonning yo'lining, vahiyning yo'lining nimasi ilm ekanligini bayon qiladi. Bunda iymonning yo'li, iymonni ilm bilan tushunish, iymonni ilm bilan bilish, iymonni dalil isbot bilan tunish kerak deyishimizning sababi boshqalarga ergishib turib, boshqalarni do'rab turib, iymonni tushungan, iymonni bilgan odam onunga imtihon kelgan chog'ida yoki boshqalar tarafidan shak shubhi kelgan chog'ida o tavrab qoladi, iymonida davolg'ib qoladi, iymonida gangrab qoladi, iymonida ishkilib qoladi. Shunga bu ilm tavranmasning yo'li, davolg'umasning yo'li, shaklanmasning yo'li, qayib ketmasning yo'li bu. Shunga bu iymonda muqallidlik qilish, taqlidlik qilish bu bo'lmaydi bu. Allah subhanahu wa ta'ala buna qul hal yastawillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sizdenki biladigan kishilar bilan bilmaydigan kishilar barabar bo'lamdi. Demek bu iymonni bilib, iymonni tushunib, iymonni ilm yo'li orqali tunib, bu iymonni qabul qilgan, bu iymonni tunugan inson bilan anglab turib, uni boshqalarga ergishib do'rab turib, ya boshqalarning qilganligiga qarab turib iymonni topgan odam Alloh subhanahu va taolaning bizdan talab qilgan shu nimasi bo'yicha barobar bo'lamdi deydi. Barobar bo'lmaydi. Demak bu ilm bilan ilmsizlikning o'rtasida g'oyat farq bor, birodarlar. Innama yetezekkeru ulul albab, faqat aql egalari ibrat oladi dedi. Aqli va odamlar biladi buni. Ilm bilan ilmsizlikning o'rtasidagi farqni, ilm bilan qilingan ish bilan ilmsizlik bilan qilingan ishning o'rtasidagi farqni, ilm bilan besilgan qadam bilan ilmsizlik bilan besilgan qadam o'rtasidagi farqni, ilm bilan tiklangan g'oya va ilingan yo'l bilan ilmsizlik bilan tiklangan g'oya va ilingan yo'lning o'rtasidagi farqni aqli va odamni tushuna oladi deb Alloh taolo bayon qildi. Yani bu ayette ve minen nasi men ya'budullah ala harf.
Adamlar içidin Allah Teala'ga bir tarafta turup, ihtiyat yolunu tutup durup ibadet kıladigan kişiler var. Fe in asabahu hayr, eğer bununla şu bir tarafta turup kılgan ibadeti de, dini de yaxşılık yetip kalsa, o onun köngli tinip, o onun karar elip, o onun mustahkem işence kılıp, aşı yolda nade sabit durup gidedi o. Eğer bir fitne yetip kalsa, sınak kap kalsa, musibet kap kalsa, inqalabe ala vecih, o keyni geni vardı. Çigini to dedi. Hasirat dünya ve ahire. Bu adam dünya ve ahiret ziyan tattı. Yani o hakiki aşkara uçuktun uçuk ziyankarlık dep Allah Teala bayan kıldı. Demek mana bu ilim bilen kılınmagan hakiki bir hüccet delil üstüge kurulmagan ibadet mu? Bu ibadette, bu imanda, bu itikatta eğer insanga yaxşılık kelse, hatırcamlık kelse, kuşallık kelse, bunundan menfaat kelse, bunundan rahat kap kalsa, şunun da müstehkem turup, şunun davasını kılıp, şu yolda mağadıgan, eğer onundan bir fitne Allah'ın seneki sebeplik bir azap, musibet, capa, müşakkat kap kalsa, şart aksını kılıp kıblesine bilek tarafı kılıdıgan, mene bu şundak bir xil tevreş yolu da almış iş, bu nime degen çağda, bu ilimsizlik üstüge kurulgan ibadet ve ilimsizlik üstüge kurulgan imanın bir ispatı da Allah Teala bayan kıldı. Bunda adam dünyada ziyan tatıdı. Neçe yıl ömrü bir nesinin keyneden, onundan keyin yeni bir nesinin keyneden, ahirette hem ziyan tatıdı o adam. Zalike huvel husranul mubin. Şuna yukarıdaki ayetlerden birinci Allah Teala tarafından sizge düşürülgen, yani Rabbiniz tarafından sizge düşürülgen nesinin vahiyinin haklılığını bilgen kişi degen bu sözü bilen, bilgen kişi beraber bulamdı degen sözü bilen, bildik Allah bilen bilmeydik Allah beraber bulamdı dep Allah Subhanahu ve Teala bu yerde ilimnin, imanның yolu ekanligini, ilim arkalı imanni tepish mumkinligini ve imanda mustahkam barqaror turishning mumkinligini Allah Taala bizga bayon qiladi. Savoqdashlar. Allah Subhanahu ve Taolaga ishonishning ilmiy faktlari, ilmiy dalillari, aqliy prinsip, aqliy qoida. Birinchi prinsip, birinchi qoida el-adam la yaxluqu şey. Özü mevcut bo'lmagan, özü yo'q bo'lgan bir narsaning yeni bir narsani yaratanmaydiganligi, yeni bir narsani ijod qilinmaydiganligi, yeni bir narsani o'ttirga chiqaranmaydiganligi mana bu bir qoida. Özünün mevcutluğu bo'lmagan narsa hech narsani yasashga, hech narsani qilishga, hech qanday bir narsani vujudga chiqarishga o qodir bo'lolmaydi. Chunki yo'qki, yo'q narsa qandaqmi o yana bir narsani borliqqa keltiradisin biz. İza ta'ammalna fil mahluqat allati tuladu fi kulli yawm min insanin ve hayvanin ve nabat. Mana her günü dünyada tug'ulavatgan insan bo'lsin yoki hayvon bo'lsin, o'simlik bo'lsin, tug'ilayotgan shu dunyodagi mahluqotlarni o'ylanadigan bo'lsak va dunyoda yuz berayotgan yangidan yuz berayotgan shamol, yomg'ir, kecha kunduz din iborat yuz berayotgan narsalarni fikr qiladigan bo'lsak, her vaqt quyoshning, oyning, yulduzning va filolarninki sistemlik bo'lgan harakatlariga nazar solib qaraydigan bo'lsak va dunyodagi koinotdagi yuz berayotgan ve her çağ, her vakit yüz berib turadigan şundak puxta, şundak mazmut bo'lgan o'zgarishlarni o'ylanadigan bo'lsak, aql mana buning hammasininki mevcut bo'lmagan bir narsaning qiliqi emasligini,
faqat u bo'lsa ham mavjud yaratquchi bo'lgan sifati bor Xoliq taolaning qilgan qiliq ekanligiga keskin va keskin jazmi qiladi va mushuni keskin muqarrar bekitadi birodarlar. Mana Allah subhanahu wa ta'ala am khuliqu min g'ayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun diye. O insanlar, o dünyada yaratilgan insanlar bir yaratquchisiz ular yaratilib qoldimi? Birinchi qoida, yaratquchisiz yaratilib qoldimi? Bütün insanlarning aqli, tafakkuri, o'ylanish kerakki, bir yo'q bo'lgan narsa tarafidan inson yaratilib, o'zligidan o'ziga mavjud bo'lib qoldimi yoki ular o'zlarini o'zi yaratquchimi ular? Osmon zaminni yaratdimi ya ular? Balki buning ishonchi qilinmaydi deydi. Demak Allah subhanahu va taolo bu yerda o'zligidan bo'lib qolgan, tasodifiy bo'lib qolgan bir ahvolni bayon qilib, ya ular tasodifiy o'tirg'i chiqib qoldimi? O'zligidan o'zligicha o'tirg'i chiqib qoldimi? Mushu dunyodagi mahluqot, mavjudot, mushu dunyodagi har bir narsa o'zicha paydo bo'lib, o'zicha inson bo'lib, o'zicha hayvon bo'lib, o'zicha mushundoq shakllanib qoldimi? yoki o'zini o'zi paydo qildimi? Yoki uni bir paydo qiluvchi bormi? deb Allah subhanahu va taolo mana bu dunyodagi sistemlik harakatlar va dunyoda kunda tug'ilayotgan mavjudotlar, koinotda yuz berayotgan yomg'ir, kecha kunduz, qish yoz, mushular buningda Alloh taolo bizga nazar solishimizni, tafakkur qilishimizni bizga buyurdi, birodarlar. İkinci qoida التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع. Yasalgan narsada o'ylanish, bunda bir yasalgan narsa, nima bo'lsin o yasalgan narsa, shu narsada o'ylanish, u tafakkur qilish, shu narsani yasag'ichining ba'zi sifatlariga dalolat qiladi u. Yasag'uchida biz yasalgan shayga qarab turib, yasag'uchining sifati, yasag'uchininki nimasiga, iqtidoriga, yasag'uchininki qobiliyatiga biz nima qila olamiz? Hukm qila olamiz. Qobiliyatini biz tushunib ola olamiz. Hammamizga ma'lum, yasalgan shayida mavjud bo'lgan har qanday narsa yasag'uchidagi bir sifat yoki yasag'uchidagi bo'lgan bir iqtidorga dalolat qiladi bu. Nimishqa? Chunki yasalg'uchida bo'lgan narsaning o'zi shu narsani yasalg'uchida qilishqa ega qilgan, qilishqa shu yasalg'uchida o'rinlashtirgan bir sifat yo bir iqtidorga ega bo'lmasa, yasag'uchi o narsa yasalg'uchining o'zida bo'lmaydi ya. Demak, shu yasag'uchidagi bir iqtidor, yasag'uchidagi qobiliyat, yasag'uchidagi mahoratning o'zi anından keyin shu yasalgan shayida aks etadi. Shu narsada ifoda topadi, shu narsada chiqadi, ko'rinadi. Masalan, iza ra'ayta baban min khashabin qad udqina sun'u, puxta bir yasalgan siliq mazmun yasalgan bir ishga qaraydigan bo'lsak, shuningga qolisingiz, siz yasag'uchining birinchidan yog'ochga ega ekanligini, shu ish yasaydigan yasag'uchining yog'ochga ega ekanligini va u yasag'uchi yog'ochni intayin sistemlik, ya'ni o'lchamlik deylar,
şalgı şal buluduğunu, paçakka paçak buluduğunu, yeni bir yerge, yeni bir narsa buluduğunu, hemmini sistemlik bir kesişke, onu parçalaşka qadir ekanligini, hem o yağaçni kesip bo'lgandan keyin siliq bir-biriga udullusa, o'ttirishda tüşük ya o'ttirishda bir g'am qolmaydigan holatda go'yo bir narsadek yemlashadigan mushundaq bo'lish uchun siliq qilishga qodir ekanligini va maxlagimu ega ekanligini va ishninki parchalarini max orqali bir-birini tutashtirish, bir-birini yemlash, bir-birini chetishga qodir ekanligini va uning shu ishni yasashda bir tajribasi, mahorati borligini siz bilalaysiz buni qarab. Agar shu ishda bir sistemlik, intizomlik bir tushukning borligini topsa, hamda bu ishda bir yerda bir tushuk borda, mushuning borligini topsak, buning o'zi bizlarga shu yasug'uchi ishni yasug'uchi ustamning iqtidori borligini, nima desa, ishni inchkilik bilan teshishga va qilgan ishini puxta, yuchuqsiz, nihoyat go'zal bir qilish qobiliyati borligini ko'rsatib shu dalolat qiladi. Demek şu işki qalab turib, ishni yasıgan ustamning birinciden malik süpte ekanligini, mehning egisi ekan, yog'ochning egisi ekanligini, ikkinchisi shu ishga qarab turib, o ishni yasıg'uchining bir usta, tajribelik yunavan ekanligini, xabir ekanligini, shu ishning intayin puxta qilinganligiga qarab turib, uning hakim ekanligini biz uning shu ishdan bilib olaymiz-ku. Mana shuningga o'xshagan yasalg'uchidagi har qanday narsa yasıg'uchining sifati ya yasıg'uchining iqtidoriga dalolat qilganligini biz topamiz. Chunki u yasalg'uchida bo'lgan, yasalg'uchida tepilgan narsaning yasalg'uchida tepilgan, shu yasalg'uchida mavjud bo'lgan narsaning u yasalg'uchida bo'lishi mumkin emaski, qachon uni yasagan yasag'uchi shu narsani shu yasalgan shayni qilishga, uni bekitishga, shuningda chiqarishga qodir bir sifat yoki igi bir sifat bo'lmay qolsa, وهكذا سنجد أن التفكر في المصنوع يدلنا على بعض صفات صانعه. Mana shuningdek yasalgan şeyde tefekkür qilish bizni yasag'uchininki ba'zi sifatlariga dalolat qilganligini biz topamiz. Buni bu yerdan bir qoidani muayyanlashtiramizki, o qoida annat-tafkir fil mahluqat yadullu ala ba'zi sifatil xoliq. Mahluqatlarda o'ylanish, tefekkür qilish şu mahlukatını yaratkan Halık'ının, yaratkan yaratkuchisining bazı sifatlarga dalolat qiladi. Demek sizlar dunyodagi mahlukat, mevcudat, her qandaq narsani oldinglarga akab turib bo'lamdi, yoki qarab turib bo'lamdi, yoki uni anglab turib bo'lamdi, uningda o'ylansanglar, tafakkur qilsanglar, fikir yurgizsanglar, o haqqida sizlar aqlingizni ishlatsanglar, sizlar shu orqali Xoliqninki ba'zi bir sifatlarini to'nalashadi. Mana Alloh taolo inna fis samawati val ard la ayatin lil mu'minin. Haqiqatan osmon, zaminda, osmonda uning egizligi, uning befoyalligi, uning yuchuqsizligi, zaminning yumaloqligi, uning menib turayotganligida mu'minlar uchun fakt bor, mu'minlar uchun dalil bor, mu'minlar uchun hujjat bor. Sizlarning o'zingizning yaratilishidimi? Bir maniydan
yaratılganlıqında şu meniden er bulab, ayol bulab, şu meniden her xil mijaz karakterdeki insan bulab yaratılganlıqında ve ma yabussu min dabbe dünyanın her yerlerine tayalgan hayvanlı da bunun mu cezme kılıdığan kavmler için demi ba, delil ba, pakit ba. Vaktilafil leyl kiçinin almışıp, kiçi kâsi kündüz ketken, kündüz kâsi kiçi ketken, kiçi uzusu kündüz kısqagan, kündüz kısqası kiçi uzugan ve hakaza mana şundak almışıp tuğallıqı, kiçi kündüzün almışıp tuğallıqı. Allah subhanahu wa ta'ala buluttin düşägen yağmur Allah bir yerden bir rizqin dedi. Bu sebepni musebbepni irade kılıp sebepni sözlüğüdür bu. Yağmur rizqning sebebi. Ama Allah Teala yağmurni rizq depmedi. Çünkü yağmur arkalık dünyada nurgun ellinin, nurgun halıklının rizqi çıkıvardır buradarlar. Allah Teala o yağmur bilen zeminni kökletti, yaşattı, güllendirdi. O zemin nima qilib ketgandekin desa, qurib ketgandekin. Şamallını şərq, g'arb, janub, shimoldan o'rib turganligida ishini Allah uchun, aqli bor kishilar uchun pokit bor deb Alloh taolo mana yuqoridagi mahluqotlarni o'ylaninglar, mahluqotlarni tafakkur qilinglar, mushuninga qarab turib bu xil harakatlar, bu xil o'zgarishlar, bu xil muntizim bo'layotgan shu dunyoninki qonuniyatlari buning desila o'ylanib baqinglar, tafakkur qilib baqinglar deb Alloh taolo liqawmi yaqilun, liqawmi yuqinun, lil mu'minin deb bizga xabar qildi. Tilka ayatulloh, yana shu Allohning oyatlari ana. Allah'ın birlikiga, balıqıga, mutlaq dünyanın hükümranı ekanligiga, dünyanın hujisi ekanligiga, Allah Teala'nın pakiti bu, isboti bu. Biz onu sizga haqliq bilan o'qib berdik. Qaysi sözge Allah'ın ayetlerinden keyin ishindi bu odamlar. Allah'ın sözüge işenmeyi, Allah'ın ayetlerine işenmeyi, qaysi sözüge işenedi bu adamlar deb Allah Teala ana şundak delil tuğan, ana şundak pakit tuğan, ana şundak ispat tuğan, ana şundak bir hüccet tusa, bu hüccetni qayırıp qo'yib, qaysi bir sözge, qaysi bir hadisga bular işenedi dedi. Şunu biz Allah Teala yaratgan mahlukatlıda oylansak ve onun da bir fikir yürütsak, tefekkür kılsak, bu ayetle, bu Allah Teala'nın mahlukatlıdaki ayetleri, Allah Teala'nın bazı sıfatlarını bizge bildirip koydu buradarlar. Demek biz Allah Teala'nın sıfatlarını, malik sıfatını, habir sıfatını, qavi sıfatını, qadir sıfatını, qahhar sıfatını, onundan başka hakim sıfatını, aziz sıfatını mana biz mushu kainatga qarab turib biz nima qila olamiz, bila olamiz biz. Allah Teala yana qul zuru maza fis samawati val ard, o odamlar, o insonlar, sizlar osmon zimindagi narsalarga qarab baqinglar. Nima bu osmonlardagi, nima bu ziminlardagi bir qarab baqinglar sizlar. Dedi. Yani Allah Teala bula osmon ziminning saltanatiga qarab baqmadi bu. Avalem yanzuru fi malakutis samawati val ard. Osmon ziminning saltanatiga qarab baqmadi bu odamlar. Allah Teala yaratgan narsalarga qarab baqmadi bu. O'zining ajalining yaqinlashganligiga qarab baqmadi bu. Bu Qur'ondan keyin, bu vahiydan keyin, bu to'g'ri yo'ldan keyin qaysi so'zga ishindi bu odamlar deb Allah Teala mana bu yerdan bizga bayon qilib berdi. Demak, o'ylanish, tafakkur qilish, davomli Allah subhanahu va taolaning birlik va borligiga dalolat qiladigan dalillarni o'qish, hujjatlarni o'qish ve her bir Allah Teala yaratgan mahlukatlarını tadqiq qilish, tekshirish bizni
imanğa başlaydı buradır. Allah'ını tanışqa başlaydı bu. Hayyud daim. Allah Teala'nın birinci sıfatı o devamlık hayat. Devamlık mevcut. Devamlık tirik. İnnet ta'amellezî ne'kuluhu la yesma'u ve la yubsiru ve la yeteharraku ve la yenmu ve la yetenaffas. Hemmimizge ma'lum. Biz yavatqan tamaq, yemek, içmek o gap anlamaydı. Kömeydi, hareket kılmaydı. O yoğuna terakki kılıp ösmeydi, tinmaydı, öylenmeydi, uxlamaydı, oyganmaydı. Mana bundaq süpet yok onunla. Yavatqan tamaq, aldığımızdaki yavatqan tamaq ne anlaş, ne görüş, ne hareket kılış, ne terakki kılış, ne nefesleniş, hiç qandaq bir narsa emas o buradır. Cansız madde o. Cansız madde o. Ama bu tamaq senin tininge kirse, senin cisminge kirse, sen onu yep, senin özəngnin uzuqıga aylandırsan, qosuqange kirse, o canlıq bir cisimge aylanır o tamaq. Yuqardaki süpetler bilen süpetlenir o. O çağda anlaydıgan buludu, kürüdügan buludu, uxlaydıgan buludu, uygunudugan buludu. Yani şunun dektur ahval hayvanın tabakıdır mı? Umuşu hayvanlar yeydigan ot çöpler hemmisi aşındak anlamaydigan, kömeydigan. Şunun dek ösümlükle uzuklangan su maddesi, toprak maddesi, hava maddesi mi? O ösmeydi o. Meyve vermeydi o. Tinmaydi o. Gızalanmaydı o. Ama ösümlükün cismine kirse o güzel boğan, çıraylık boğan, canlık bir ösümlükke aylanır o. Şunun için meyli ösümlük bolsun, hayvan bolsun, ya insan bolsun, her günü, her lehze cisimde midi hareket kılıvatkan, tende hareket kılıvatkan bu can, bu ruh, bu hayatlıkni bägüçi bir zatning qiliqi ekanligiga, hayatlıkni bägüçi bir zatning bäganligiga guvohlik berdi bu. Ani şu narsalar insonning jismiga kelganda terildi bu. İnsanlar canni yaratishga, hayatlıkni keşf qilishga urinib baqdi. Amma qattiq mag'lub bo'ldilar. Sharq va g'arbdagi tadqiqotchilar o'zlarining hayotlikni yaratishdan ojiz kelganligini jakoladi. Dunyoda hamma narsada tadqiqot olib berildi, hamma narsada tekshirish olib berildi, hamma narsada davomli turda tadqiqotlar olib berildi birodarlar. Amma mana bu şu insanның gini, insanның hayatlık nede, o hayatlık degen qandaq nime, o hayatlık qandaq şekillenidu, qandaq buludu, bu haqda dünyadaki ni tadqiqotchilar tadqiqot olib borgan bo'lsa-mu, ammo uningda natijaga erisholmadi. Uningda natijaga erisholmadi. Chunki hayotlik Allah Subhanahu ve Taala'nın sıfatı bulup, onu Allah insana vergen sir o. Onu şu vahibul hayat boğan Allah Subhanahu ve Taala özü bildi bunu. Mana Allah Subhanahu ve Taala ya eyyuhan nas duriba meselun fastami'u leh innellezine ted'un min dunillah la yakhluqu zubaba ve law ijtama'u leh وَاِنْ يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ دَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ dedi. Allah'ın gayrini söygen, Allah'ın gayrige özünün hayatlarını tapşuğan, Allah'ın gayriden özünün hayatlık yollarını izlegen, Allah'ın gayriden nicat ve saadet ki erişmekçe boğan,
Allah'ның g'ayridan kuch qudratni his qilgan va Allah'ның g'ayriga qalblari tanpilgan odamlarga Alloh taolo deydi-ki, ey insonlar, bir misol bayon qilindi. Sizlar bu misolga bir quloq solinglar. Bu misolni bir tingishinglar. Bu misol haqida bir o'ylaninglar. Sizlar Allah'ның g'ayridan seni cho'qinayotgan, seni ibodat qilayotgan u ma'budlaringlar, u ilohlaringlar chivinni yaratolmaydi. Gerçi bunu yaratish uchun bütün hammasi to'plashdimi, uni yaratolmaydi deb Allah subhanahu va taolo bayon qildi. Demak, Allah 1400 yıl burun bir paşa, bir kümüt, kichkina bir zarrachilik uning vujudida jon bo'lgan, vujudida ruh bo'lgan, vujudida hayotlik bo'lgan bir narsani yasamaydiganligini ve yasashning aslo va aslo mumkin bo'lmaydiganligini lan yakhluqu zubaban degan so'zi bilan xabar berdi. Ammo Allohning xabari rost bo'ldiki, bugun dünya shunchalik taraqqiy qilgan, ilm fan shunchalik yuksalgan bir zamonda ham shunchalik oddiy bo'lgan bir narsani yasashga va uni kashf qilishga va u jonliq turdagi bir narsani ijod qilishga ham qodir bo'lamidi, birodarlar? Va yaslubhumuz zubabu shay, u yasash emas. Allah yasab qo'ygan mahluqning oldida o'zining kuchining ne kadar ojizligini, Allah yasab qo'ygan mahluqning oldida o'zining hiyla choralarining ne kadar ojiz ekanligini bayon qilib, agar ulidan yana shu ilohlidan chivin bir narsani tatib olsa, ular u narsani o chivinning qo'lidan qutqizib ololmaydi deb Allah bayon qildi. Demek şu ulug'layotgan, cho'qinayotgan ve sig'inayotgan ilahları agar chivinning bir aziyatiga yo'laqsa, chivin uningdan bir narsani elib olsa, ular u narsani chivinning qo'lidan qaytirib agrishga qodir bo'lolmaydi uni deydi. Za'ufat talibu val matlub. Buni iloh deb, buni xo'ja deb, bunu bizga baxit yo'li deb izlaganlarmi ojiz va izlganlarmi ojiz deb Alloh bayon qildi. Ma qadarulloh, ular Allohni qadrlash layoqdir. Qadrlayanmidi ular? Allohni qadrlash layoqdir, qadrlanmidi? Innalloha laqavi, shak shubsizki Allah albatta kuchlidir, azizdir. To'g'ri. İnsanlar çivin elavagan her qandaq narsini qaytirib akilishdan ojiz. Bundan ojiz keladi. Çünkü bu çivin o narsini elish bilanlam onun üstüge özünün şalıkını eqitib, şalıkını temitib qo'ydi. Şu şalık o narsini şu haman qayta manfaatlangan bo'lmaydigan bir narsaga aylantirdi, birodar. Allah shunda bayon qildi ya. Çivinin şalıki tekkellikin neyse bir xil suyuqluq aylanib ketadi ekan. O cisim suyuqluq cisimga aylanadi ekan. Onun bilan manfaatlangan bo'lmaydigan bir narsaga aylanib ketadi ekan o. Shuning uchun uni qayta manfaatlanish mumkin emas ekan. Mana Allah subhanahu va taolo bu oyat karimida Allah'tan başqaga cho'qingan, sig'ingan, tayangan, yulangan, vaqt izdigan Allah'tan başqa her qandaq narsadan yo'l so'rgan va uni ulug'lagan, kuch qudratda uningga tayangan insonlarning sig'inishlari hammasi ana shu chivin bir narsani tatib olsa, iningdan tatib ololmagan shu ma'budlarga o'xshaydi deb Alloh taolo uning holini bayon qilib berdi. İnnel hayatallati wuhibat ve tuhabu ala'd-dawami fil kainatil hayya.
qadimdan boshlab berilgan, eled davom berilayotgan canlıq kainatlıdaki hayatlık bu can hayyud daim Allah subhanahu wa ta'ala tarafından bulağlığı bu. Her kandak hayat, her kandak canğa can ölüm tehdidiga uçraqlıq, ölüm tehdidiga yolu qaptırıqlıq, ölümün sebepleri kelgenge kadar. Lekin her kandak bir can buludiken, hayatlık buludiken, onun karşısında, onun ziddide, onun udulusunda, o canını, o hayatlıkını üzüş için, yok için, tügütüş için sebebi kelgen çağıda bu tehdit bulaqlıq. Ama lekin sebeplerini yaratkan Allah'a sebeple ziyan yetküzenmeydi buradarlar. Yani Halıkul ayatlıqni bergen, hayyud daim bo'lgan Allah Teala'ga bu ölüm tehdidi yok. Allah Teala devamlık hayat, ölmeydi o. Allah Teala lehu mulkus semavati vel arz yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Mana Allah Teala'nın ki Allah Teala'nınkidir. Asman ve zeminin mülki. Allah'a has o. İgdacılığı Allah'a has. Asman zeminin igdacılığı Allah'a has. Asman zeminin padişahlığı Allah'a has. Asman zemindeki barcha hukuk Allah'ın hukuku. O terildirdi, xalqanni, dunyoga akilidi, o'ltirdi. O hamma narsa kuchi yetkizdir. Mana malik bo'lish uchun, ega bo'lish uchun, xuju bo'lish uchun, hokim bo'lish uchun, boshqurg'uchi bo'lish uchun, idora qilg'uchi bo'lish uchun, tizginligicha bo'lish uchun uning qo'lida jon bo'lish kerak. Jonni ala oladigan iqtidori bo'lish kerak. Xoliqinga jonni beradigan, xoliqinni jonni oladigan shunday bir iqtidor bo'lish kerak. Yuhyi ve yumit mülk malikning sifati birodarlar. Kim diken men egemen, kim diken men egemen, xujiman, onun sifati yuhyi ve yumit bo'lish kerak. Ve huve ala kulli şeyin qadir. Allahu münasib kuchi yetkizadi. Yani Allah ve tevekkel alel hayyellezî lâ yemût. Sen ölmeydiğen hayatlıkka, nima qilgan, tirik bo'lgan zatga tavakkul qil, o'zingni topshir dedi. Nima uchun uning sifati, hayat uning sifati desa, chunki yo'q narsa, mavjud bo'lmagan narsa bir narsani yasayolmaydi ekan, bir narsani paydo qilolmaydi ekan, yeni bir narsani chiqayolmaydi ekan, ammo chiqargan ishkan, u narsada şunu şu bir sifat beken. Dünyada nurgun canlıkla, nurgulgan mahlukatı baken, birinci ulanın mevcutluk sıfatı beken. O mevcutluk sıfatını, yani mevcut boğan Allah subhanahu ve ta'ala'dın, onundaki hayatlık sıfatını, hayat boğan, hayyud daim boğan Allah subhanahu ve ta'ala'dın, ola kubul kub ağam bunu. Şununla, mana bu canlıklara qarab turib, dünyadaki hayatda qarab turib, dünyadaki biz bu canlıklarni dunyoga akagan ve bu hayatlıkni bergan bir zatning el-hayyul daim ekanligini tunib olamiz. Uning sifati alim, bilgichi o. Mana hayvanatlarning türelmelerini oylansak, iza teammelte fi ecinnetil hayvanat, hayvanatlarning türelmelerini oylansınız, siz qattiq qarang'uliqning ichida, anılarning balayatqusida ko'zning yoritilganligini ko'ra olasiz. Ko'z bor, bir qarang'uliq ichida turayotgan, üç kat qarang'uliqning ichida turayotgan bir şu türelminin anının baliyat qusida chag'ida ko'zning borligini siz bila olasiz. Bu nimaning dalili? Ko'z şu türelmege ko'z kerakmi?
Köz lazım mı? Anının kosuqıdı çağda közge ihtiyaç mı türelme? Ya, lekin köz yuruk tükürdü. Yuruk tükürdü. Mana bu közni yaratkan zat bu türelmelinin yakında bir yuruqluq nur ba dunyaga chiqadiganligini bilganligiga guvohlik berdi. Bu qarang'uliqning ichida, bu zulmatning ichida turi vermaydi, bu chiqadi va sirtqa. Yakında bu bir yuruqliqqa chiqadi, bir nur bayaga chiqadi, ha? Shu vaqtda bu ko'z uning lozim bo'ladi deganni bilgan u. Shuningdek tuxumning ichida uchoqliqlarga qanotning o'zini nima qilib qo'yash, yaratib qo'yash. Bu guvohlik bitki, Xoliq yaratquchi bu uchoqliqlarning havoda uchirganligini bilganligiga, shuning uchun uchoqliqlarga tug'ilishdan burun qanotni yaratganligiga guvohlik berdi. Shuningdek her qandaq bir mahluqotga qarasangiz, o mahluqotning türelme holatida o'zi yashayotgan bir sharoitga munosib holatda tayyorlanganligini, o'zi yashaydigan sharoitga munosib yaratilganligini siz ko'rasiz. Mana daraxtning bir yildiziga qarab boqaylar. Bu daraxtning yildizida mu Allah subhanahu va taolo g'azan botgan qismi, shox botgan qismi, yaning tigiga petib turib, yaning tigiga minib turadigan, ya'ni suvini sho'rg'ili, to'pi tuproqlini sho'rg'ili, tuzlini sho'rg'ili, yaning tigiga mangadigan qismi bilan yaratdi Alloh taolo. Wa la yakunu zalik illa min sun'i man ya'lam. Bunun bundaq bo'lishi shu o'simlikning suvga, tuproqqa, yuruqliqqa, havoga ehtiyoj bo'ladiganligini bilgan bir zotningki qiliqi ya. Shuning dalolat qiladi ya. Demak, bir tal o'simlikning bir yildizining tikki minib şehininki, g'ulininki, g'azinininki üstüge chiqib qilganligi shuni yaratgan bir zotning cho'qim ma ustidagi shox, ustidagi g'azan, ustidagi meva, ustidagi bu xil g'ulining mavjud bo'lib turishining uning tigidan uzuqlanadigan suvga, tigidan uzuqlanadigan tuproqqa, nafaslanadigan havoga ve nefeslendiğin havaga mevcut bulunduğanlıkını göstermem de bu. İza ra'ayta zukur tuhlaq, oğullarının yaratılganlıkına karşısınız. Kürüs ki Xoliq Taala bu oğulların sadını bildi, bilikkanlıkını kürüsüz. Şunun için bu oğullara aile kuruş için yeterlik bulunduğun kızlarını yarattı. Hiç kaçan dünyada kız yetişmeyi, kız yok, kız boğulganlık sebepten o oğul xotunsuz qağını yok. Hiçbir kız oğul boğulganlıktan xotun qağını yok braderler. Min afsus bugün dünya mana insanların neslini kiriş, neslini tügütüş, nesliga çak qo'yish, nesliga zarbi bir sebeplik bu tengforliqni buzyapti, ammo ham buzilmadi. Mana bu sizga buning alim subhanahu va taolaning qiliq ekanligiga guvohlik berdi bu. Allah Taala ve min kulli şeyin halaqna zawjayn la'allakum tazakkarun. Her bir narsani jup yaratdik biz. O'ylanib baqinglar ishinglar uchun dedi. Mana shirin bir suv, tatliq suv to'xtab qolgan chig'ida ichib qatu, buzludi o'su. Lekin shu suvning to'xtagan chig'ida buzladiganligini, sesiydiganligini bilgan Alloh taolo dengizning suvlarini tuzli, sho'la qilib qo'ydi. Deniz dolqinini hareketlendirgan kıldı Allah Teala.
Davamlıq o denizning dolqanlari harakatlab turadi. Nemişqa desa, ma zemin şu denizning buzilishi, deniz suvlarining sesishi, deniz suvlarining echishi orqali zeminning tepasida yashash va hayotlik buzilib ketmasligi uchun. Mana bu va koinotdagi hamma narsa bu dunyoni yaratquchining shaksiz yaratgan narsaning ahvolini bilutqanligiga guvohlik berdi bu. Alloh taolo bu ala ya'lamu man xalaq yaratgan kishi yaratgan mahluqotlarning hol ahvolini bilmamdi. Ularning kimligini, nimaligini bilmamdi. O'zi yaratib turib, o'zi yasab turib, o'zi ijod qilib turib, o yaratgan va yasagan, ijod qilgan narsaning ahvolini bilmamdi. Alloh taolo mehribon, nozuk ilmda xabardor dedi. Allah subhanahu va taolaning ilmi hamma narsani o'z ichiga elig'liq. Allohning ilmidan hech narsa chiqatmagilik. Alloh taolaning ilmi bilmaslik bilan yoki Alloh taolaning ilmiga unutib qilish kirib qoladigan ish yo'q. Mana Alloh taolo li ta'lamu anna Alloha ala kulli shay'in qadir va anna Alloha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Yuqoridagi mahluqotlarni, yuqoridagi mavjudotlarni, yuqoridagi koinotdagi har bir intizom va putulayotgan ishlarni sizlar o'ylansanglar, uni shunday qilishimiz Alloh taolaning, ya'ni bizning hamma narsaga qudratimizning yetganligini bilish uchun deydi. Va Alloh hamma narsani ilm jihatdan o'z ichiga olganligini, Allohning ilmidan hech narsa chiqarmaydiganligini bilishinglar uchun deb Alloh taolo mana bu yerda bayon qildi. Demak, şu dünyadaki her qandaq narsa, mayli inson bo'lsin, mayli hayvon bo'lsin, qandaq narsa bo'lsin, shu narsaninki yashayotgan ahvoli, buna qarab kuzatadigan bo'lsak, buni cho'qim bir bilguchining keynida baliqini, onu o'ziga loyiq yasab qo'yganligini, o'ziga loyiq uzuqlantirganligini, o'ziga loyiq joy tanlaganligini, o'ziga loyiq muvofiq yerda o'rlashtirganligini biz buni bilamiz. Mana buningdan bu Allah subhanahu va taolaning mahluqotlarini va koinotdagi Alloh taolo yaratgan koinotdagi dalillarni tekshirish va o'ylanish orqali Alloh taolaning alim zot ekanligini biz bilamiz. Yana bir sifati Alloh taolaning al-hakim, hikmatlik va Alloh taolo. Siz bu dunyoda yaratilgan mahluqotlarning suratlarini ko'z oldingizga akilib, shu suratlarda bir o'ylansangiz, har qandaq bir jinsiga uningga Xoliq subhanahu va taolo bir xil holatda, o'xshash holatda uni nayet puxta, nayet mazmut, eyb, nuqson, qusurdan xoli yaratganligini tabalaysiz siz. Masalan, inson qalaylar, insonning ikki ko'zi va yuzida. Buni shu ikki ko'zningki o'ttirisida, ikki qo'l ikki tarafida, puti ostida, ko'zning insonning tizda bulab qolganligini yoki qo'lning kallasida oshkor bulab qolganligini topmaysiz siz. Hech qanday bir yerda u beshidan qo'l chiqib qolgan, tizidan ko'z chiqib qolgan, ko'zi tizida bulab qolgan, yo qo'li beshida bulab qolgan, bunda bir ish yo'q. Neçe milyar insanın içinde 7 milyar deydi hazır. Aşı 7 milyar bir insanın içinde Allah subhanahu ve taala yaratkan mana bu insanın hemmisi o'xshash. Bir xil shakl, bir xil surat, bir xil holatda. Bu nimani uqtirib turdi? Va haza yashhad annahu min sul'al hakim allazi ahkama xalqal insan.
Mana bu insanni puxta, pilanliq yaratgan Hakim Ta'alaning qiliqi ekanligiga, shu zot yasagan yasagan ekanligiga guvohlik beradi. Shuningdek, hayvonning har qanday turi, o'simlikning har qanday turi uni Rabbi bir xil suratda, bir xil holatda nima qildi? Uni puxta, mazmun yaratdi. فمن أحكم هذه السورة إلا القائل هو الذي يصوركم بالأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Mana bu şundaq suratni, bu xil ko'rinishni, bu xil shaklni, bu xil holatni kim shundaq puxta qildi? Kim shundaq hikmatlik urlashtirdi? Buni huvallazi yusawwirukum. O Allah sizlarni aşı ananinki bala yatqusida xalgan shaklda, xalgan suratda, xalgan ko'rinish bilan sizlarning suratinglarni suratga keltirdi deb Alloh bayon qildi. Demak, kayfiyasha uning xoliqicha, ota-onasining xoliqicha emas, yaratılgıçının xolishi bilan emas. O yaratquchi xolgan holatda, xolgan shakl, xolgan surat, xolgan ko'rinishda bola yotqining ichida o'silining suratini tatib bo'lgan. La ilaha illahu. Ana shundaq sening suratingni sen xolgan emas, o xolgandek, sening jinsingni sen xolgandek emas, o xolgandek, sening tug'ilishingni va o'lishingni sen xolgandek emas, o xolgandek qilgan. Senin şu şeklini, görünüşünü, halatingni sen xalagandek emas, u xalagandek yaratgan Rab, u bo'ysunishga tegishlik bu. U qul bo'lishga tegishlik bu. U bosh egishga tegishlik bu. Uningdan boshqa qul bo'lishga, bosh egishga tegishlik zot yo'q. Val aziz, u g'olib u. Uning irodasi, uning xolishi hech qanday narsa to'sanmaydi, hikmatlik. وَإِذَا تَأَمَّلْتَ فِي الْهَوَاءِ الَّذِي تَتَنَفَّسُهُ siz tiniyotgan havoni bir o'ylanganingizda, qachon o'ylansang sen tiniyotgan bu havoda satara annaka tastahlikul hava as-salih, sen o'zingning yaxshi havoni, ya'ni oksigenni yo'qitib, oksigenni tugitib, u oksigenni buzuq havoga, ya'ni karbon 2 oksidga aylantirayotganligini ko'rsatsam, o havoni o'ylansak, o havo içimizga kirgan chiqqan, shu davomli turda shundaq bir yaxshi havoni, ya'ni oksigenni shumirib, oksigenni ichimizga akirib, uni akilib buzuq oksigen qilib chiqarayotganligimizni biz bilamiz, buni o'ylansak. Lekin dünyada 7 milyar insan yaşap turib, hammasi buzuq oksigen ishlab chiqarayotgan, buzuq oksigenni ko'paytirayotgan mushundaq insonlar yaxshi havoning miqdorini kamaytirdimi? Yo'q. Lekin yaxshi havoning miqdori kamaymaglik. Chunki yaratquchi Taala o'simliklarni yaxshi havoni yomon havoning o'rniga to'ldirdi. Lekin alim, hakim bo'lgan zot bu ikki tushukni bun bilan nima qildi? Yapti. Ya'ni bu tushukni kabab qo'yib qo'ymay, tushukni tushuk bitib qo'yib qo'ymay, buni yeb batdi, miyadin bunda yapti. Bunimizning ustun tarafini so'ngaq qildi Alloh taolo. Meni miyani so'ngaq qilyapti. So'ngaq. Demişqa, kelgan shamol bu yapqushga besim qilib, ikki tushukni itib, tinish tas bo'lib qolmaslik uchun. Agar so'ngaq qilmasa, shu shamol mang'andekin udul kelib, shu bunimizga kelib usib, aningdan keyin bu besilib ketib, tushuk itlib, tinish to'xtab qoladi ya. Shuningdek,
burunning so'ngiki ko'zni himoya qilish xizmatimiz o'rtoqlashadi bu. Ma so'ngak, mana bu so'ngak ma ko'zni himoya qilishqa. Va burunni davomli ichib turishga havoning kirishi uchun. Birinchidan yana birisi ko'zga, yana birisi misha davomli uchiq tursin, itilib qolmasin, shamol, yana havo kirib tursin deb. Chunki burun hammasi so'ngak bo'lgan bo'lsa, agar mishalni tortib hammasi so'ngak bo'lgan bo'lsa, biz manqini chiqarishga qodir bo'lmaydik. Meni manqini chiqarmaydik. O'choqda bir tamashdan birini akilib yoki burun qo'laydigan qo'lg'ichni bir akilib, har vaqt uni tiqib burnimizdan tortib turdik. Xoliq Taala burunning bu tashqi qavatini igilangu qildi. Tüp-tüz qilmay bir xil igilangu qilib qo'ydi. Kirgan havo aş igilangu qavat bilan nima qilsin? Ya'ni igilangu qop bilan bir üsüşüp, am bu havoni ishkir jihatdagi to'salg'ularga yandirib, havo aş igilgan jidar bilan to'qinishib, ammo aşı burunning ichida yushur saqlangan manqiga kirgan havo bir tegishib, bu manqiga mikrob, to'proqlar chaplashib, havo kirishdan burun bir saplashsin deb Alloh taolo shunday qildi. Mayada mush tuyshukning oldida bir manqiga turib olgan mush manqa. Şu manqiga kirgan havo agar bu mundaq udulab qolgan bo'lsa, udullam kirdida, maya pas bo'lgandan keyin kirib, maya usib, uning kuchi azroq pasib, bu yerda bir manqi borki, shu manqi bilan chaplashib, u yerda to'pi chang tuzanglar, mikroblar qap qilib, tozalaganlar astag'ina shu mingimizga yasun oshib turish kuchi. Qishliqda burunda qon ko'paydi. Qip-qizil ko'rasiz. Patarahu muhmarran. Siz u burunni qip-qizil ko'rasiz. Bundaq bo'lishi kirgan havoni isitish uchun. Başı soğuk hava bir kirse ya zokam tegidi, ya meni ağrıydı, ya bedenning, tenning normal xizmetiga ta'sir yetkazadi. Shuning uchun bu qip-qizil bo'lishi kirgan havo shu burun yo'li orqali isib, normallashib, aningdan keyin kirish uchun. Yozdicho desa burun shu qo'rg'oq havoni sug'utish yoki qiziq bir havoni sug'utish va namlashtirish xizmatini o'taydi. Yozliqda andan keyin olam bak issiq bo'lgandan keyin ya uni sug'utidi yoki qo'rg'oq bo'lib qolib namlashtiradi. Namlashtirish orqali bu nihoyatda shu menga muvofiq bir shaklda. Mana buning hammasi bilguchi hikmatlik bir zotning qiliqi ekanligi guvohlik bermamdi. Shuningdek, agar biz har narsada dunyo zamindagi, osmondagi har qanday narsani o'ylansak, la wajadna annahu qad khalaqa fi ghayatil ihkam. Chuqur biz bayqaytmizki, bu Alloh subhanahu va taolo g'oyat puxta, g'oyat filalliq yaratganligini biz bayqaymiz. Her qanday narsani filalliq puxta qilish har bir aql uchun buning hakim alim bir zotning qiliq ekanligiga guvohlik berdi bu. Allah Taala va huvallazi fis samai ilahun va fil ardi ilahun va huval hakimul alim diye. O Allah Taala asmandami ilah o, zimindami ilah o deydi. Asmandami ilah, zimindami ilah. Asmanda malaikiligi ilah, ziminda insanlığı ilah ve bütün kainat o ilah o. O hükümran o. O hikmetlik iş qilguvchi, bilguvchi deb Alloh taolo meni bayon qildi. Demak, mana shu dunyodagi yaratilgan har bir mahluqotning
tür bilen, xil bilen, jup bilen qaraydigan bolsak, ana şu narsalarning özünün hakim bir deydigan süpti bilen süpatlangan, alim süpti bilen süpatlangan, hay süpti bilen süpatlangan, vücut süpti bilen süpatlangan, mevcut süpti bilen süpatlangan bir zatning borligiga shak shubhasiz dalolat qilinib olgan. Xabir buni xabardor bo'lguchi ta'ammal ila ta'amik yemikingizni bir o'ylanib baqing. Yeyotgan yemikingizni bir o'ylanib baqing. Yemeklikingizni bir o'ylanib baqing. Bu yemeklik tuproq bir xil meyveleri xilmi-xil, türlük rengleri xilmi-xil, türlük bo'lgan, suyu bir xil bo'lgan, bir xil sudan ta'ammal ila ta'amik ve ta'amıngizni o'ylanib baqing. Bu bir xil su, bir xil tuproqdan meyvesi xilmi-xil, türlük, rengi xilmi-xil, türlük bo'lib chiqqanligini bir o'ylanib baqing siz. Mana tuproq bir dal yerga kichikgina bir bugungi kunda bir kvadrat yerga tuproq bir saladigan ya'ni uzuqliq bir, üçüncüsü su bir, hava bir, eşyanın özüge neçxil nesi terisiniz alma, neşbüt, şaptul, üzüm, her nesi de terisiniz meyvesi xilmi-xil, rengi xilmi-xil bo'lib chiqadi. Satajidu zalik mana buni tabiski bu siz uchun g'oyat planliq ishkallikka guvohlik beradi. Ma taomga qarab, taomga o'ylanib baqing. Buningdan xabir taala go'sh, qon, so'ngak, yog', süt, tira, chash, barmoq, tirnoq, pay, suyuqluq, xilmi-xil suyuqluqlarni qanday shakllantirdi buni bir qarab baqing. Aşı bir tal tamakni yeysiz, o yegan tamaqingizdan go'sh bo'ladi. Yegan tamaqingiz qon bo'ladi. Yegan tamaq so'ngak bo'ladi. Yegan tamaq yog' bo'ladi, süt bo'ladi, teri bo'ladi, chash bo'ladi, barmoq bo'ladi, tirnoq bo'ladi, suyuqluq bo'ladi, pay bo'ladi, tumu bo'ladi, har xil narsa bo'ladi shu. Shu bir xil taomdan. Mana yüzünüzge qarab baqing, yüzünüzni bir o'ylanib baqing. Bu egizdan qan shaliq egizdan qandoq chiqadi? Manqi burundan, ko'z yosh, ko'zdan yog', quloqdan bu qandoq chiqadi? Mushu ajratilmalarning hammasi bir xil taomdan-ku. Bir xil taomni yesak, şu bir xil taomdan egizimizdan shaliq, burnimizdan manqa, ko'zimizdan yosh, qo'liqimizdan bir xil yog' chiqayotgan. Mushu ajratmalarning hammasi bir xil taomdan. Mana bu siz uchun bu xabir Taalaning qiliq ekanligi guvohlik beradi. O'ylab baqing. Ahval qanda bulab kete navada şalık burundan, manqı egizdan, yağ közdan, yaş kolakdan çıkırıp qalsın bu ahval qanda bulab kete. Terkibini kim belgiledi? Urunni kim belgiledi? Bu bilimlik, haberdar, hikmetlik zat emas bu. وَالنُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْهَا meniga qarab baqiladi.
İnsan onundan yaratılındı meniden. Bu meninin habir, alim, hakim zat birbirine karma karşı kılıdığın azalar. Pilallık üskünüler, insanlığın hizmet için hemkarlaşıdığın üskünüler kıldı. Mana bir meniden kol, put, köz ve hakazalar. Denizdeki balık tiniş için havaya ihtiyaçlık. Bu balık için habir, rahim boğan zat havanı eritip verdi. Sunun tamçıları bilen, su tamçıları bilen havanı eritti. Şu denizge düşken su tamçıları bilen balıkka ayrım boğan üskünüsü bilen, yani bu nümüsü bilen, tumuşuqı bilen, şu irigen havanı, suda irigen havanı saplaştırırken kıpbedi. Siz oylansınız, çoğunkur nazar sasınız, kainattaki hem nese intayin yuqori bo'lgan tajriba, yuqori bo'lgan mahorat bilan yasalganligini va bu narsalarning siz uchun xabir subhanahu va taolaning qiliq ekanligiga guvohlik berdi. Shu narsalarning hammini o'ylansınız. Mana biz musulmonlar davomli o'ylanish, davomli tafakkur qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shundoq Alloh taolo yaratgan bu mahluqotlarda, bu yaratgan bu mavjudotlarda, yaratgan har bir shayda o'ylanadigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolaning borligi, Alloh taolaning xabardor ekanligi, Alloh subhanahu va taolaning hikmatli ekanligi, Alloh subhanahu va taolaninki Allah subhanahu wa ta'ala'nınki alim ekanligi, yani Rezzaq ekanligi, Hadi ekanligi, Hafiz ekanligiga bu guvohlik berdi birodarlar. Shuning uchun biz davomli o'ylanishimiz lozim. Mana bu shundoq o'ylanish orqali biz iymonni bilamiz. Mana bu shu o'ylanish orqali iymonni cho'nqurlashtiramiz. Mana bu o'ylanish orqali iymonimizni mustahkamlaymiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين. İnşallah dersimizin ahirisini davamlaştırırız. Allah subhanahu wa ta'ala hammamızlar bilen birge dersimizni davamlaştırışqa nasip kılsın. Rahmetike ya Rahman Rahim.